Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar. Kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar. Hurmatli yurtdoshlar, bugun biz Samarqand viloyati Urgut tumaniga yana bir fayzli xonadonga zakaz bo'yicha chiroyli uzumtok tayyorlab olib kelib, joylariga ustanovkasini qilib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring aziz yurtdoshlar. O'rnatgan uzumtokimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz va shunaqangi xonadoniga uzumtok, temir naves, shumkali naves o'rnatish niyatida yurgan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol ekranda nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, ishlarimiz yoqsa, ekrandagi nomerlarimizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Aziz yurtdoshlar, xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab mavjud. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uzumtokimiz 100% profil temir mahsulotda tayyorlab olib kelib o'rnashtirdik. Uzumtokimizning uzunligi 18,5 metr razmerda bo'ldi, eniga 530 cm razmerda bo'ldi. Hurmatli yurtdoshlar, uzumtokimiz shu baquvvat holatda qilib, burula naves qilib moslab, chiroyli qilib ishlab berilgan. Albatta xonadon egalari bizni kanalimizni ko'rishib, muntazam ravishda kuzatishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, zakaz qilishgan. Xudo xohlasa mana o'zlari zakaz qilishgandek tanlagan toklarini olib kelib o'rnashtirib berdik. Endi buni ma'lumotini bersak, materiallarini, hovrilari, burchakdagi gullari ikkilik listda chiroyli qilib lazerda gul o'ydirib ishlab berilgan. Stoykalari 8 ga 8 lik profil bo'lgan, ikkilik stenali profilda bo'lgan aziz yurtdoshlar. Mana shu 18,5 metr joyga 6 ta stoyka tushdi. Har birining orasi 360 cm danga tushdi. Endi bu stoykamizning qalinligi ikkilik stenali bo'ldi. Taglariga 1 metr joyiga tumbalarini qo'yib, chiroyli qilib ishlab berilgan. Tepadagi firmalar asosiy yuk ko'taradigan joyining ma'lumotini bersaganda, bu firmalar har birining oralig'i aziz yurtdoshlar 120 cm danga tushdi. Firmalar 3 ga 3 lik, 7 lik stenali profildan foydalanganmiz va oralariga mana shunaqangi 10 lik kvadratda eshilgan gullarni qo'yib, oralariga oldi orqasiga ramashka gullarni qo'yib, tillarang svetga bo'yab, albatta zamonaviy qilib, bagati qilib ishlab berilgan. Va har 50 cm ga ko'rib o'tishlari mumkin, tepasiga kelajakda tuniga qatirsa ham bo'laveradigan qilib leksan yoki shu xohlagan narsalarni yopib, mana shu ko'rib turgan joylaringni общий naves sifatida ham foydalansa bo'ladi, uzumtok chiqarmagan taqdirda ham. Shuni hisobini olib, baquvvat qilib, ustanovka qilib tayyorlab o'rnatdik. Uzumtokimizning rangi aziz yurtdoshlar mokriy asfalt svetda bo'ldi. Juda ham chiroyli holatda chiqdi. 1 kvadrat metr uzumtokimiz dastavka ustanovkasi ichida 240 ming so'mdan 24,500,000 so'mga kelib o'rnadi. Bu tomoni mana shu kazirovka 50 cm mindi. Endi mana shu joyga 6 ta ustun tushishini xohlashmadi xonadon egalari. Aziz yurtdoshlar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, Xudo xohlasa xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bittadan like bosib aziz yurtdoshlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlab, podдержка qilib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlar guruhlariga podписка qilib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.